Lekin barchaga olamda ko'rib turgandan boyatda xursandman. Mana bugungi navbatdagi reportajimizni olib boramiz. Xudo xolasa, nasib bo'lsa mana Najim aka somsaxonasidan o'tgan safar reportaj qildik. To'liq ma'lumot bersangiz deganlar uchun to'liq ma'lumot beramiz. Qashqadaryo oblasti shahri, Sabz shahri, sobiq vokzal, ya'ni Arabon bozorining ro'parasida, qarshi stankasida Najim akani mana shunday joylashgan bittigina milliy taomlari va somsaxonalari mavjud. Bu yerda esa svej go'shtlar keladi, har doimgidek. Ya'ni hech qanday yog'latilgan go'sht ishlatilmaydi. Hamma taomlar svej holatda. O'zbek milliy taomlari, go'sht qovurib berishlar, tabakalar va tandir. To'ylarda esa o'zlarining mahoratlarini ko'rsatgan holda nahorgi oshlar va vechir ovqatlarini qo'llab keladilar, ya'ni pishirib keladilar. Oldingi roliklarimizga ham qo'yganmiz Najim akani roliklarini ko'rgansizlar do'stlar. Endi sizlar bilan ichkari sari yo'l olamiz, nasib bo'lsa xudo xolasa deb qolamiz. Dastavkalari bor, mana telefon raqamlari 99 675 82 20 ga bemalol murojaat qilsangiz, uyingizga kelgan mehmonlarni, mezbonlarni обязательно dastavkalari bilan olib borib berishadi. Ichkari sari yo'l olamiz xudo xolasa do'stlar, sizlar bilan birgalikda. İşte.